Tadbir ishtirokchilari, talabalar, yoshlar, bu uchrashuvni shunaqa tashkil qilishimiz kerak. Bu nomiga bo'lishi kerak emas. Men boshidan aytishim kerak shu narsani. Har payshanba viloyatimizda qanday rahbar borki, yoshlar bilan uchrashib, o'sha o'zining yo'nalishi bo'yicha, o'zining yo'nalishiga tegishli bo'ladimi yoki aloqasi bormi, yo'qmi, uni hal qilib berish bo'yicha biz topshiriq olganmiz. Hech qanaqangi qiyin joy yo'q. Uni eshitish, uni hal qilish bo'yicha biz shunga tayyor bo'lib kelganmiz. Marhamat qilib, ochiq qilib, suhbatlarni o'zingizni tanishtirib, men hozir bitta dastur bilan tanishtiraman. Bizning vazifamiz hozir bugungi kunda biz Biznes rivojlantirish banki sizlarga hozirgi kunda nima qilib bera oladi degan narsa savolga bitta dastur himoya qilib beramanda. Undan keyin savol javobga o'tamiz. Agar imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, kimdadir qog'oz qalam bo'ladigan bo'lsa, mana shu tanishtiruv jarayonida savol tug'iladigan bo'lsa, eslab yozib qo'ysalaring, men uni qabul qilib olaman. Maksimalni o'sha o'zimni bugungi kundagi orttirgan tajribamdan kelib chiqib sizlarga javob beraman. Men bu yoshlarni ko'rib aytayapmanki, Xudo xohlasa ertaga siz mustaqil hayotga qadam qo'yasiz. Qadam qo'yganingizda biz mana shu narsalarni qo'llab-quvvatlab, ishga joylashtirish, keyingi o'rinlarda haqiqatan bugungi mana yo'lda kelayotganimda ko'rdim, chiroyli hunarmandchilik bo'yicha tashkil qilingan ko'rgazmali joylar bor ekan. Sizlarga bizga o'xshagan tajribali deymizmi, bizga o'xshagan rahbarlar deymizmi, sizlarga ko'mak bo'ladi. O'sha nuqtai nazardan tasavvur qilinglar, bankda hamma yaxshi tushunadi. Bank nima bilan shug'ullanishini tushunasizlar. Bank amalga oshiriladigan har bitta loyihani umuman bankda ko'z oldilariga keltirasizlar-da. Bank nima bilan taklif qiladi sizlarga? Kredit taklif qiladi, to'g'rimi? Buni foydalansangiz, xuddi internetga o'xshagan narsa. Foydalansangiz yaxshi tomoni ham bor. Foydalanmasangiz ertaga nima qiladi? Sizni uyaltirib qo'yadi. Kredit foiz stavkalari o'rganib chiqiladi. Iste'moldan kelib chiqib. Hozirgi kunda 14%. Lekin kechagi hurmatli davlatimiz rahbari tomonidan taqdim qilingan yoshlar bilan uchrashuv jarayonida topshiriq berdiki banklarga, demak 12% dan kredit berishni imkoniyatlaring bo'lsa yozib olinglar. 49-son qarori butun respublika bo'yicha biz bu yil nima qilamiz degan savolga to'liq javob beradi. Prezident qarori soni 60-chi, hammasi demak yoshlarimiz uchun mo'ljallangan qaror chiqarilgan. Subhani varona. Misol kredit beraman deyapsiz-ku, 12% dan. Qanchagacha olishimiz mumkin? Miqdorini so'rayapsiz-a? Qancha olgacha yilga? Hozir 100 millionga jismoniy shaxslarga, agar yuridik shaxs tashkil qilib oladigan bo'lsangiz, 300 milliongacha tashkil qilindi. Shoshamizda pul beradi-ku 100 million. Qaysi hujjat bo'lsa ham qo'l qo'yib beramizda. U ta'minot kartaga tushirilmaydi. Siz ta'minotchi, masalan, tikuvchilik bo'yicha bo'ladimi, agar pishiradigan qizlarimizga aloqasi pishiradigan sex bo'ladigan bo'lsa, o'sha sexlarga tashab beradi. Analarga, peshlarga tashab beradi. Yana nima bor? Kasanachilik bo'ladigan bo'lsa yoki bog'cha, kichikroq bir uy bog'chasi qiladigan bo'lsangiz, o'shani pul o'tkazib, yo'l bilan o'tkazib beriladi. Kurator banklarda agentlar bo'ladi, bank agentlari bo'ladi. Sizni oladida, loyihangizni ishlab chiqib beradi. O'shaning uchun men ishlayman siz bilan. Mana shu bugun uchrashuvimizdan kelib chiqamizda, ro'yxatlarni shakllantiramiz. Shakllantirganimizdan keyin bolalarimiz ishlaydi. Oliy ta'lim deysizmi, yer deysizmi, qurilish deysizmi, men o'zim anaqa javob beraverdim. Nima masalalar bor? Ular sizga hech qanaqangi shartsiz berayotgani yo'q. Siz borasiz, ta'minotchini ko'rasiz, sigirni tanlaysiz, qo'yni tanlaysiz, aytasiz, "Shuni qancha qilaman" deysiz. U to'g'ri oladida o'zining sog'lig'ini, bozorga chiqargan foydasini qo'shib aytishi mumkin. Bemalol savdolashib olishingiz mumkin. 12% dan ta'minotchi. Ta'minotchining topib bergan zamonlar ham o'tgan. Marhamat, keyin kimniki bo'ladi? Marhamat. Oxirgi og'ir tuman Sardobaliklar bo'lsa ko'ngliga olmasin.
endi umuman viloyatni rivojlantirish bo'yicha toifalarga bo'lib uni ishlanadi. Sardoba 5-toifa bo'ladigan bo'lsa, Xovos tumani, Sayxunobod tumani, Guliston tumani, Boyov tumani 20% dan beradi kreditni. Demak, Sardobaga 19% dan beradi. Ishni boshlasangiz bo'ladi. Dehqonchilikni olasiz, odamlarni bu yoqdan bu manzilga yetkazasiz. U ham bir nima tadbirkorlikning boshlanishi deylik. Boshlanishi. Laba oladigan bo'lsangiz, ertaga bizda demak yil 12 oy qishloq xo'jaligi mahsulotlariga ehtiyoj bor. Yana kimda qanday savol? Men 30 ta savol olmoqchi ketmayman. Sizlardan qo'yib olmayman, aytib qo'ying. Hech qaysi savollar ochiq qolish kerak emas. Taklif bormi mana? Savol bo'lmasa taklif bormi? Shunaqa qilsak bo'ladi degan. Mana kim biladi? Davlat bank, Agrobank, hozir bitta, Milliy bank, Asaka bank, Xalq bank, aytgan. Qurilish bank, biznes rivojlantirish bank bo'ldi. Sanoat qurilish bank, Turon bank, Mikrokredit bank, aytildi Asaka bank. 50 million so'rayaptilar. 2,5 milliardgacha beriladi. Agar 2,5 milliardgacha bergan vaqtida zalogim yo'q deydigan bo'lsa, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat tomonidan fond shakllantirilgan. Fond aytadi, men to'lab beraman deydi. Agar bu to'lamasa, men to'lab beraman deydi-da. O'shanaqangi juda qulay narsalar bor. Demak, yana 14 ta savol qarsizlar. Taklif bilan savol. Faqat zerikib qolmanglar, yigitlar. Nimaga passivsizlar, yigitlar? Savol, kimda startap loyiha bor? Yig'ilish bo'ladi deymiz-ku, ismingiz nima edi? Rasuljon. Rasuljon aka, yig'ilish qilamiz degan vaqtida aksariyat to'g'rida endi biz bezor qilgan bo'lishimiz mumkin-da yig'ilish qilaverib. Men bugun o'zimni ko'ryapsizlar-ku, men ochiq boshqacha yig'ilish qilishim kerak. Yig'ilish emas, biz uchrashuv qilishimiz kerak yoshlarimiz bilan. Yoshlar menga yopishib qolish kerak-da. Mana shunaqa loyiham bor. Nima qilsak bo'ladi desa, misol uni biz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa qo'llab-quvvatlaymiz, to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa uni nima qilamiz? Ozgina ishlov beramiz, sizga to'g'ri loyihani taklif qilamiz. Ismingiz nima dedingiz? Sherzod aka, mana shu yerga chiqdim, uy bog'chani tartibini tushuntiring. Qanaqa tashkil qilinadi, qanaqa foydaga chiqyapsiz? Yo'q, foydasi yaxshi. Qanaqa chiqyapsiz? Keling, domla chiqing, keling. Keling. Keling, tadbirkorlik faoliyatini tushuntiring. Domla degan aktiv bo'ladi. Keling, domla, keling. Mana zo'r mavzu. Mana shu qizlarimizga zo'r mavzu. Uy bog'chani tushuntiring. Uy bog'cha qanaqa ochiladi? Yo'q, uy bog'cha ochish bo'yicha misol uchun Qonunchiligimizda nimalar ko'rsatilgan? uni ochganimizga 2-3 yil bo'lib qo'ydi. Siz 200 ta bola tarbiyalayotgan bog'chaga berasizmi, 10 taga berasizmi? Albatta 200 taga berasiz. Nima uchun? Tajriba bor, u yerda qo'shimcha til o'rganish bor, qo'shimcha kurslar bor va hokazo bo'ladi. Biz o'zimizdan anaqadan prosta endi qolgan bazalarini boshqasini ta'minlash uchun kredit. Mana kredit olasiz bemalol. Men hozir sizni foydangizga hisoblab berdim 5 million. To'g'rimi? Sizni kredit olganingizdan keyin to'lovingiz 5 million oshishi kerak emas-da. Yoshlarga qilsa bo'ladi. Meni yoshim yo'q deydi. Ayol bo'lmasa bo'ladi. Lekin yatibda ayolim nomida emas. Nima qildi? Yatibda bo'lsa, ayolingiz yatibda ochib olsin. Mulkni o'sha mulkni ayolingizning nomiga o'tkazib qo'ying. Qo'rqasizmi? Ishonmaysizmi? Qani yana. Ha? Shuncha qiziqtirdim, baribir savol bermayapsizlar-a? Bo'ladigan bo'lsa, Umid aka bilan ishlash kerak bo'ladi bular rahbariyat bilan. Keyingi payshanba bizda grafik bor. Keyingi payshanba boshqa tashkilotga boramiz. Taklif qilib, misol uchun Umid akam rahbariyatda ishlagan vaqtida qiladigan bo'lsa, auditoriyani kengroq qilamiz, mutaxassislarni ko'paytiramizda bir nima deydi? Qamrovni Muammomizga qarab mutaxassislar chaqiramiz, qamrov bo'ladi. Mana shu suhbatning o'zi ham odamda ozgina fikr o'zgartiradimi, yo'qmi? O'zgartiradi. Bilib olasiz, savol bilib olasiz. Birov bilan gaplashgan vaqtingizda raqamlar bilan gaplashishni o'rganasiz. Gapingizning bir ma'nosi bo'ladi boshlaydi-da. Agar
ko'chadagi odamga hozir mikrofon tutib turib bankni bilasizmi, tanishing bo'lmasa kirib bermaydi deydi. Kafilligi deb sug'urta kompaniyasining kafilligi aytiladi. Ko'chmas mulk deb uylarda aytadi. Ko'char mulk deb mashinalarda aytadi. Garov mulklar bor-da. Kimlardir tillasini garov qo'yib qo'yadi. Tillasini sotgisi kelmaydi-da, garov qo'yib qo'yadi, ishlatib tillasini qaytarib olib ketadi. Tilla buyumlarni qo'yib qo'yadi-da. Bugungi kundagi bozor narxlaydi-da, tillani omborga saqlaydi bank. O'shanga teng pulni sizga beradi, siz ishlatasiz-da, bo'ldi, yopdim desa tillani qaytarib olib ketasiz. Tushundingizmi? Sug'urta ham bor. Uchinchi shaxs kafilligi ham bor. Siz aytgan uchinchi shaxs. Xuddi shunday mana. Mana Yangiyer shahar hokimiyatining o'zida startap loyihani ishlab chiqaradigan startap guruh bitta shtat ochilib, o'sha yerda startap loyihalar bor. Ishlatishingiz mumkin bo'lgan loyihalar bor. U yerda ketma-ketlikda nima deydi, qo'yilgan. Misol uchun bitta startap loyihani men sizlarga ruxsat bersangiz, telefonga qarab aytib beraman. Maylimi? Mana raqamlarga e'tibor beringlar. Bitta startap loyiha deylik. Hozirgi kechagi kunduzda kafelarga borgan vaqtimizda, salat zakaz qilgan vaqtimizda qo'ziqorinlikni ham ishtaha ochilyaptimi? Ha? Avvallari qo'ziqorinlar faqat bahorda chiqardi. Momaqoldiroq bo'lganda qo'ziqorin chiqqanini terib kelardi va baxmallikni juda yaxshi biladi. Ha? Yomg'ir tinmasdan toqqa chiqib ketib qo'ziqorin terib kelgan. Endi hozirgi kechagi kunduzda qo'ziqorinni o'sha yetishtirish tartibini soddalashtirgan holda, qo'ziqorin qayerda o'sishini bilgan holda qo'ziqorinni yetishtirish bo'yicha men bitta narsa aytaman sizlarga. Molxonalar turibdi. Mollarni sotib olgan. To'y qilaman, boshqa qilaman deb molni sotgan. Mayli qo'ziqorinni qilingda, yana qaytib mol qiling. O'shangacha molning o'rniga qo'ziqorinni boqib turing. Tayyor molxona oldi ochiq. Siz bitta joyda teshasiz, bitta ventilyatsiya sotib olasiz. To'ka tiqmoqchisi furrati suvda ko'targan qo'yasiz. O'sha turibdi 1 million turibdi. O'shani qo'yasiz. Old tomoni yorug' bo'lganligi uchun siz salafon qilasiz, ichiga saklavat qo'yasiz va qorong'uroq bo'lish uchun material qo'yasiz. To'g'rimi? O'shaga bitta gradus qo'yib qo'yasiz, necha gradus turibdi ekan deb. Pechga qo'yasiz, agar sovuqdagi isitish uchun, to'g'rimi? Bo'lishi emas. Polka qilasiz. Polka qilasiz. Boya somonni 100 gradusda qaynatib uni zararsizlantirib olganingizdan keyin urug'i arzonga urug'lar bor, 2 million, 1,5 million urug' olinadi, o'shaning ichiga qo'yiladi. O'zi har joydan qo'ziqorin chiqib ketaveradi. Kompyuter xizmatlarini aytishim mumkin. Onlayn xizmatlarni aytishim mumkin. Bugungi hududdan kelib chiqib gapiryapman. Mana bu kimda ko'rgan bo'lsa Xitoy texnologiyasida, masalan, mana shunda mana shu to'rt burchak qanaqa qo'yadi? Nima deydi? Setga qo'yadi-da, ichiga don sepib qo'yadi. Boyagi kiradida orqaga qaytaman degan bo'lsa, boyagi sim to'sib qoladi. Chiqmaydi qoladi, to'g'rimi? O'shanaqa narsani tashkil qilib, masalan, kurkan boqsa bo'ladi. Kurkani bo'yi mamnun bo'lgan bo'lsa, mana shunda yashikda deya siz aylantirib boqsangiz bo'ladi. Uning uchun nima kerak emas? Sizda katta nima deydi? Bilim deymizmi? Katta xarajat deymizmi? Bo'lsa ham kerak emas. Kartezga 15 million tashib beradi. Boyagi anaqadan 20 turib shuni olasiz, naqd turibdi-ku. Shuni mayda kartaga borasizda, borib anaqani olasiz, sovutadiganini olasiz, urug'ni olasiz. Qay o'zingiz har mana sizga hozir aytdim-ku. Ha. Agar 100 qopni qiladigan bo'lsangiz, oyiga 8 milliondan 4 milliondan 8 million, o'rtacha 5 million, 6 million hisoblayapman-da. Oling, misol uchun 12 million olsangiz, 2 oy foydangiz bilan asosiy qarzni olib qo'yasiz-da. Ha? 12 millionning 24% oyiga 300 ming so'm va 400 ming so'm pul bo'ladi. To'g'rimi? Keyingi 3-oyda demak siz tekis chiqasiz, o'zingiz foydaga o'tib olasiz.